Pablo Martínez bilan hamkorlikda olib bordi. Ularni boshlayveramiz yomasa. Vaqtinglarni olmayman. Hurmatli hamkasblar, yoshlar, bugun sizlarga yuborilgan mavzudan ozgina chetga chiqqan holda selluloza, nanoselluloza, uni tuzilishi, fizik-kimyoviy xossalari, qo'llanish sohalari to'g'risida umumiy ma'lumot bermoqchiman. Ma'lumotlarni tayyorlashda men adabiyotlarda keltirilmagan, lekin respublikamizda mavjud muammolar, tabiiy polimerlar to'g'risida qisqa ma'lumot berib o'tmoqchi edim. Hammalarga ma'lum, polimerlar 3 ta guruhga bo'linadi. Birinchisi sintetik polimerlar. Sintetik polimerlarni shakllantirishda asosiy xomashyo sifatida neft, gazdan ajratib olingan monomerlar asosida olinadigan polimerlar kiradi. Respublikamizda bu yo'nalishda eng katta korxona Sho'rton gaz kimyo majmuasida polietilen, Qoraqalpog'istonning Surgil shahridagi korxonada polietilen, polipropilen, Navoiy azot korxonasida polivinil xlorid hamda nitron tolasi ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Bu sintetik polimerlar va respublikada shu yo'nalishda faoliyat yuritayotgan korxonalar. Ikkinchisi tabiiy polimerlar. Tabiiy polimerlar to'g'risida juda ko'p gapirish mumkin, lekin men bugun asosan asosiy hisoblangan selluloza, kraxmal, aminopolisaxaridlar to'g'risida qisqa to'xtab o'tishga harakat qilaman. Uchinchi guruh sun'iy polimerlar. Sun'iy polimerlar deganda ko'pchilik yanglishib ketadi. Sun'iy polimerlar, sun'iy tolalar deganda tabiiy polimerlar asosida tolalarni shakllantirish kiradi. Bunga misol sizlarga tushunarli bo'lishi uchun asetat tolalari, viskoza, mis ammiaklik tolalar kiradi. Endi asosiy mavzuyimiz selluloza bo'lganligi uchun men selluloza ustida kengroq to'xtab o'tmoqchi edim. Bu yo'nalishda o'tgan asrda 59-yillarda polimer fanini asoschisi sifatida akademik Hamdam Usmonovich Usmonov ish boshlagan. Hamdam Usmonovich rahbarligi ostida 59-yilda polimerlar kimyosi instituti Fanlar akademiyasi tarkibida shakllantirilgan. Oradan 3 yil o'tib, o'tgan asrda 1963-yilga kelganda ushbu institut paxta sellulozasi kimyosi va texnologiyasi ilmiy tadqiqot institutiga aylantirilgan va bu institut
sobiq ittifoq tasarrufida bo'lgan. Bu institut 72 yilga kelib akademiklar shaharchasida yangi binoga ko'chib o'tgan. Bu institutni territoriyasi 26 gektarni tashkil etib, 5 qavatli katta laboratoriya korpusi, 3 ta ishlab chiqarish sexlarini o'z ichiga olgan. Institut faoliyati davomida institut faoliyat yuritayotgan ilmiy xodimlarning soni 1200 dan ortiq bo'lgan. Institut asosan sobiq ittifoq respublikalarida mavjud selluloza va selluloza hosilalari yo'nalishida faoliyat yuritayotgan korxonalarni muammolarini hal qilishga yo'naltirilgan. Bu institut asosan tarmoq instituti bo'lib faoliyat yuritgan. Hammalarga ma'lum, selluloza tabiatda eng ko'p tarqalgan tabiiy polimer bo'lib, har yili qaytadan tiklanadigan polimerlar jumlasiga kiradi. Tabiiy birikmalardan sellulozani ajratib olishda asosan eng yirigi paxta tolasi chiqindilari hamda o'simliklardan olinadigan 1 yillik o'simliklardan katta miqdorda daraxtdan ajratib olinadigan selluloza kiradi. Asosan bu yo'nalishda dunyo miqyosida birinchi o'rinda yog'ochdan olinadigan selluloza turadi. Yog'ochdan selluloza olish uchun ma'lum talablar qo'yilgan. Jumladan daraxt yoshi 10-15 yoshdan yuqori bo'lishi kerak. Bu daraxt kesib po'stlog'idan tozalangandan keyin maydalab qirqiladi. Yuqori bosim ostida qo'shimchalar qo'shish ishtirokida qaynatish orqali selluloza olinadi. Bunda yog'och tarkibidagi sellulozani miqdori 50-55% tashkil etadi. Qolgan qismi asosan lignin, mineral qo'shimchalardan iborat. Ishqor ishtirokida yog'ochni qaynatish jarayonida bu qo'shimchalarning hammasi eritmaga o'tadi-da, sellulozani ajratib olish imkoniyati vujudga keladi. Ajratib olingan sellulozani qayta ishlash natijasida uni oqartirish, tozalash, yuvish jarayonlarida, quritish jarayonlaridan o'tganda 1 tonna selluloza olish uchun o'rta hisobda 80-100 tonna suv sarflanadi. Bu juda katta miqdor. Faqat suv emas, suvni sifati ham olinadigan sellulozani sifatiga juda katta ta'sir qiladi. Yog'ochdan farqli, bizning respublikamizda o'rmonlar yo'q bo'lganligi uchun asosiy selluloza oladigan xomashyo paxta tolasi chiqindilariga asoslangan. Bunda paxta tolasi uzunligi 35-45 mm bo'lgan tola chigitdan ajratib olingandan keyin chigit sirtida uzunligi 2-4 mm bo'lgan tolalar qoladi. Uni ajratib olinganda to'g'ridan to'g'ri bu qisqa uzunlikdagi tolalarni ishlatish imkoniyati bo'lmagani uchun uni kimyoviy qayta ishlashga yo'naltiriladi. Bundan tashqari selluloza olishda 1 yillik o'simliklardan ham foydalanish mumkin. Jumladan somon, poxol va boshqa 1 yillik o'simliklar asosida ham selluloza olish imkoniyati mavjud. Bunda sellulozani unumi
foiziga yetadi. Respublikada holat qanday? O'rmon yo'q, biz yog'ochdan sellyuloza ololmaymiz. Asosan paxta tolasi chiqindilaridan sellyuloza olish ustida ishlashimiz mumkin. Bir yillik o'simliklar asosida ham sellyuloza olish imkoniyati mavjud. Lekin bir yillik o'simliklarni boshqa o'zini ishlatiladigan sohalari mavjud bo'lganligi uchun kimyoviy qayta ishlashga yo'naltirsak, qishloq xo'jaligi, chorvachilikka katta zarba bo'ladi. Shuning uchun respublikamizda asosan sellyuloza, paxta tolasi chiqindilari, umumiy nomi bilan lint deb ataladi. Lintdan sellyuloza olinadi. Shu yerda men bitta narsaga to'xtab o'tmoqchi edim. Paxta tolasi qanday shakllanadi? Paxta shonalagandan keyin gullagan kunidan boshlab gulli tuganagida birinchi chigit shakllanadi. Chigitni sirtida xuddi kapron tolasiga o'xshagan qopcha shakllanadi. Bu qopcha kunlar davomida ham uzunlikka o'sadi, 35-45 millimetrgacha. Bir vaqtda o'zida shu qopchani ichida fotosintez, biosintez natijasida sellyuloza makromolekulalari shakllanadi. Ochgin. Boyagin. Mana. Shu yerda yana bitta narsani aytmoqchi edim. Paxta sellulozasini asosini yaratishda ilmiy nuqtai nazardan akademik Usmonov hissasi juda katta. Yog'och asosida sellulozani shakllanishi bilan rossiyalik olim Zaxar Alexandrovich Rogovin shug'ullangan. Bu ikkita maktab o'rtasida doimiy muloqot bo'lib, kelishmovchiliklar ham mavjud bo'lgan. Ushbu rasmda keltirilgan paxta tolasi. Paxta tolasini ko'ndalang kesimini ko'rsak, elektron mikroskopiya usulida tolani o'rtasida kanal bor. Bu kanal qanday shakllanadi? Boya aytganimdek, chigitni sirtida hosil bo'lgan qopchiqni ichida glyukoza sintez bo'ladi, glyukoza eritmasi shakllanadi. Yorug'lik nuri ta'sirida reaksiya ketib glyukozadan sellyuloza makromolekulalari hosil bo'ladi. Birinchi bor akademik Usmonov tadqiqotlariga asoslanib, ko'ndalang kesimni ichida hammanglar ko'rgansizlar, daraxt kesilganida kolsa rosta deyiladi, qavatlar hosil bo'ladi. Paxta tolasida ham xuddi shunaqa o'ram shakllar vujudga keladi. Bu yerda ko'rsatilmagan, o'rtada kanal vujudga keladi. Sababi qopchani ichida glyukoza eritmasidan polikondensatsiya reaksiyasi natijasida sellyuloza makromolekulalari hosil bo'lib, qopchani ichki qavatidan yopishib hosil bo'la boshlaydi. Endi nima uchun? Boyagi ko'lchalar, halqalar hosil bo'ladi. Buni isbotlash uchun akademik Usmonov chigitni ekilgan kunidan boshlab paxta tolasi yetilgunga qadar to'liq yorug'lik bilan ta'minlagan. Sun'iy yorug'lik. Natijada olingan paxta tolasini ko'ndalang kesimida boyagi halqalar hosil bo'lmagan. Shundan xulosa qilinganki, fotosintez jarayoni, polikondensatsiya reaksiyasi faqat quyosh nuri ta'sirida yorug'lik paytidagina vujudga keladi. Qorong'i tushgandan keyin proses to'xtaydi. Ertasiga quyosh chiqqandan keyin ikkinchi qavat shakllanadi. Shunaqa qilib paxta
yetilib pishgan paxta tolasida 35 tadan 45 tagacha halqa hosil bo'ladi. Oxirida shu eritma shakllangan qopchadagi eritma tugagandan keyin o'rtada kanal vujudga keladi. Bu kanalni ahamiyati juda katta. Paxta tolasi chiqindilaridan sellyuloza olish jarayonida shu kanalni muhim ahamiyati bor. Ahamiyat nimadan iborat? Lint chiqindi. Lintni o'rtasida shu kanal bo'lmaydigan bo'lsa, ezilib qolgan bo'lsa, sellyuloza olish jarayoni qiyinlashadi. Sababi kanal ochiq bo'lsa, uzunligi 2-4 millimetr bo'lgan tolani kanalidan ishqor eritmasi kirib boradi ikki tomondan va sellyuloza bo'kadi. Tola bo'kadi. Sellyulozani sintez jarayoni osonlashadi. Shularni ilmiy asoslab bergan olim akademik Usmonov bo'ladi. Endi shu shakllanayotgan tolalarni strukturasi qanday? Birinchi, tolalar fibrilyar strukturaga ega bo'ladi. Ikkinchi, tolani ichidagi qavatlar, birinchi qavatlar, sirtdan birinchi qavatlar 45 gradus burchak ostida joylashib, kanalga yaqinlashgan sari parallel joylashib qoladi. Endi kanalga eng yaqin bo'lgan qavatda gemitsellyuloza, polimerlanish darajasi 20-40 bo'lgan sellyuloza hosil bo'ladi. Bu sellyuloza ishqor bilan ishlov berilayotganda suvda, ishqor eritmasida erib chiqib ketadi. Toza molekulyar massasi, polimerlanish darajasi yuqori bo'lgan sellyuloza shakllanadi. Lekin shu shakllangan sellyulozani olish texnologiyasini o'zgartirish hisobiga bu sellyulozani qo'llash sohalari juda keng bo'ladi. Birinchi asosiysi olingan sellyuloza kimyoviy qayta ishlashga yo'naltirilgan bo'ladi. Kimyoviy qayta ishlash deganda sellyulozani, toza sellyulozani ajratib olingandan keyin uni asosida uni oddiy murakkab efirlari olinadi. Undan tashqari sellyulozani murakkab efiri nitrotsellyuloza asosida porx olinadi. Shu mahsulotlarni olish jarayonida oxirgi mahsulotda sifat ko'rsatkichlari sellyulozani strukturasiga va tarkibiga to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'ladi. Shu yerda men bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. O'tgan asrning 70-yillarida respublikamiz agrar bo'lib, asosan paxtachilik bilan shug'ullangan. Paxta tolasi ko'p davlatlarga eksport qilingan. Shu bilan bir qatorda tolani chiqindisi lint ham arzimagan narxlarda eksport qilingan. Shunda respublikada qaror qabul qilingan sellyuloza zavodini qurish. Shu yerda bitta narsani ta'kidlamoqchi edim. Sellyulozani olish yo'nalishida Hamdam Usmonovchi bitta katta qilgan ishlari institut jamoasi tomonidan kelajak zavodi degan loyiha shakllantirildi. Bu loyiha bo'yicha O'zbekistonda sellyuloza ishlab chiqarish zavodi qurish rejalashtirilgan. Bu zavod qayerda qurilishi kerakligi bo'yicha ham Hamdam Usmonovchi xulosasi bor edi. Xulosaga ko'ra bu zavod Farg'ona vodiysida qurilishi kerak degan xulosa qilingan. Sababi nima? Farg'ona vodiysidagi suvni tarkibiga ko'ra eng yumshoq suv vodiyda.
Selluloza ishlab chiqarishda suvni qattiqlik darajasi qancha past bo'lsa, shuncha sifatli selluloza olish mumkin degan xulosa qilingan. Shu loyiha tayyor bo'lgan. Shunda O'zkimyo sanoat tomonidan investitsiya programmasi bo'yicha zavodni chetdan sotib olish bo'yicha qaror qabul qildi. Bu qarorga asosan respublikada bir nechta olimlar butun dunyoda selluloza ishlab chiqaradigan korxonalarni aylanib chiqib, texnologiyani tanlashi kerak bo'lgan. Shu jarayonda Germaniyani qurilmalari, оборудованияsi eng sifatli dunyoda bo'lgani uchun Germaniya bilan shartnoma qilingan. Lekin shu yerda nemislar bitta ish qilishgan. Germaniyani Meissner, Union Matex degan katta korporatsiyalari shu zavodni qurishga rozilik bildirgan, lekin bitta shart qo'yilgan. Faqat оборудование bermaymiz, biz o'zimizning texnologiyamizni ham sizlarga sotamiz. Bizani mutaxassislar shunga rozilik bildiradi. Lekin bu ikkita Meissner, Union Matex korxonalari Germaniyada oziq-ovqat sanoati uchun qurilmalar ishlab chiqaradigan korporatsiya bo'lgan. Selluloza bo'yicha mutaxassisligi bo'lmagan. Zavod Farg'onada qurildi. Zavodda ishlab chiqarish quvvati yiliga 30 ming tonna edi. Zavod ishga tushgandan keyin yiliga 2 tonnadan ortiq selluloza ishlab chiqarildi. Ishlab chiqarilgan sellulozani birinchi partiyalarini bizning institutga berildi, sifat ko'rsatkichlarni aniqlash bo'yicha. Institut tomonidan xulosa berildi, bu selluloza kimyoviy qayta ishlashga yaroqsizdir. Shundan keyin bu ikkita korporatsiyaning vakillari biza ishimizni davom ettiramiz agar biza bilan hamkorlikda shu institut ishlasa degan shartni qo'ydi. Shundan keyin biza zavodda me'yoriy hujjatlari hammasi bilan tanishib chiqib, bitta kamchilik topildi. Olingan texnologiyada lintni dastlabki quruq tozalash uzeli bo'lagi olinmagan ekan. Chunki pul yetmagan. 165 million dollar ajratilgan. O'zimiz qilamiz degan maqsadda qo'l qo'yildi. Shundan keyin bizga topshiriq bo'ldi. Dastlabki quruq tozalash ujelini yaratib, zavodga olib borib o'rnatish. Bu ishni biz bajardik. Tajribamiz bo'lmagani uchun shu katta hajmdagi ishga o'sha paytdagi pul miqdorida 3 millionga shartnoma qildik. Biza yaratgan texnologiyani loyihalash uchun loyiha tashkiloti Chirchiqdagi institut faqat loyiha uchun 30 million pul oldi. Qurdik, zavod ishladi, 2 tonnadan quvvati 7-10 tonnagacha chiqdi. Demak, biza yaratgan texnologiya o'rinli, buni endi masshtabirovать qilib kattalashtirish kerak. Kattalashtirishga zavodda pul yo'q, kredit mablag'lari to'lanmagan, ish qolib ketdi o'lda-jo'lda bo'lib. Uzoq yillar zavod o'zini oqlamadi. Oxirida zavod bankrot deb e'lon qilinib, xususiy tadbirkorlarga sotib yuborildi. Davlatda 165 million dollari og'izga tushib ketdi. Shu bilan bir vaqtda Yangiyo'l shahrida qog'oz uchun lintdan selluloza olish zavodi qurildi. Bu zavodda proyekt quvvati 20 ming tonna bir yil. Asos qilib yana Germaniyaning texnologiyasi olindi. BIVIS degan texnologiya.
bu texnologiyani o'ziga xosligi shneklarda ezish hisobiga temperaturani qaynash darajasiga ko'tarib, vodorod peroksid ishtirokida selluloza olish. Olingan selluloza hech narsaga yaramadi. Qog'oz uchun ham yaramadi. Bize bergan takliflarni amalga oshirish uchun zavodda pul bo'lmadi. Yana bu katta zavod ham bankrot bo'ldi. Bankrot bo'lgandan keyin bu zavodni Janubiy Koreyadagi mutaxassislar sotib oldi. Bukvalni 3 oydan keyin zavod to'liq quvvat bilan ishlab boshladi. Koreyslar ishtirokida. Lekin shartnomaga ko'ra 20 ming tonna ishlab chiqarilgan sellulozani 10%, 2 ming tonnasi bizada qolib, qolganini hammasini Koreyaga olib ketildi. Bu proses bugungacha davom etib kelyapti. Bizada respublikada faqat selluloza olish jarayonida hosil bo'ladigan axlat qoldi. Tozalab olib ketdi. Shu yerda bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Bugunga qadar respublikamizda qog'oz ishlab chiqarish sanoati yo'q. Qog'oz uchun selluloza ham yo'q. Qog'oz ham ishlab chiqariladi. Faqat qalin qog'oz, karton ishlab chiqariladi. Yozuv qog'ozini biz 100% chetdan sotib olamiz. Faqat pul uchun eng sifatli qog'oz Germaniya bilan tuzilgan qo'shma korxonada paxta tolasi va yuqori sifatli selluloza asosida O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Pul uchun qog'oz. Boshqa qog'ozni biz hammasini sotamiz. Bugunga qadar. Buni o'ziga xos sabablari bor. Birinchidan, bizada yog'och sellulozasi yo'q. Dunyoda qog'oz asosan yog'och sellulozasidan olinadi. Ikkinchidan, paxta sellulozasidan olingan, paxta tolasidan olingan, paxta chiqindisidan olingan sellulozadan qog'oz olish rentabel hisoblanmaydi. Qimmat bo'ladi, chunki paxta sellulozasi qimmat. Qimmatga o'zimizda qog'oz ishlab chiqargandan ko'ra chetdan qog'oz sotib olish arzon deb shunaqaga xulosaga keldi. Bugungacha biz qog'ozni, yozuv qog'ozini to'liq hajmda chetdan sotib olamiz. Endi selluloza ishlab chiqarishda asosiy muammolar nimadan iborat? Birinchi, xomashyo bazasi. Bizada yo'q qog'oz ishlab chiqarish uchun xomashyo bazasi. Kimyoviy qayta ishlash uchun olinadigan selluloza imkoniyatimiz bor, lekin ikkita zavodda biz bankrot qildik. Bugungi kunda xususiy tadbirkorlar tomonidan selluloza ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan katta kichik hajmda. Lekin bu yerdagi muammo suv. 1 tonna selluloza olish uchun o'rta hisobda 80 tonnadan 100 tonnagacha suv sarflanadi. Bu suv sarfi, ikkinchi suvni sifati, uchinchi ishlatilgan suvni kimyoviy qayta tozalash. Hisob kitoblarga ko'ra, selluloza olishda sarflanadigan xarajatga qaraganda ishlatilgan suvni tozalash uchun sarflanadigan xarajat ko'p bo'lib chiqdi. Kimyoviy tozalash ishlatilgan suvni haligacha yo'lga qo'yilgani yo'q, lekin dunyoda suv aylanma suvdan foydalaniladi. Ishlatilgan suv tozalanib siklga qaytariladi. Shunda 80-100 tonna o'rniga 20-40 tonna suv sarflanadi. Bu texnologiyani biz haligacha o'zlashtirganimiz yo'q. Endi selluloza olish usullari yog'ochdanmi, paxta lintidanmi, umumiy prinsip qanaqa usullarda olinadi? Kislotali sharoitda ishqorli, neytral, oksidlash orqali bosqichma-bosqich va bir necha bosqichlarni umumlashtirilgan holda 6 ta hol. Lekin
bugungi kunda butun dunyoda bu usullardan ikkitasi asosan sanoat miqyosida qo'llaniladi. Sulfat usuli ham sulfit usuli. Bu ikkita usul sanoat miqyosida yo'lga qo'yilgan usullar hisoblanadi. Endi Farg'ona vodiysida deb akademik Usmonov aytgan edi. Sababi nima? Vodiydan Toshkent orqali viloyatlarga oqib o'tadigan tabiiy suv resurslari Sirdaryo, Jizzaxga borganda qattiqlik darajasi juda oshib ketadi. Xorazm, Qoraqalpog'istonga borganda bu qattiqlik darajasi undan ham yuqori bo'ladi deb, bu suvdan foydalanib sifatli sellyuloza olish imkoniyati deyarli yo'q. Buning uchun suvni yumshatish kerak. Katta hajmda suv talab qilinadi, uni yumshatishga ketadigan mablag' o'zini oqladi. Keyingisi. Mana natron usulida birinchi lint yoki yog'och ishqor eritmasida qaynatilganda lint bo'ladigan bo'lsa, o'sha markaziy kanaldan kirib boradi ishqor eritmasi, bo'ktiradi. Keyin yuqori harorat bosimi ostida qo'shimchalar, lignin, mineral qo'shimchalar hammasi eritmaga o'tib sellyuloza hosil bo'ladi. Keyingisi bu sulfat usuli. Boshqa laboratoriyada olinadigan usullar, bular sanoat ahamiyatiga ega bo'lmagan usullar. Mana barcha ko'rib o'tilgan usullardan sulfat va sulfit usulda sellyuloza olish sanoat miqyosida yo'lga qo'yilgan butun dunyoda. Bu bosqichlari. Shu yerda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Sellyulozani tabiatda shakllanishida, paxta tolasida men aytdim qanaqa bo'lishini. O'simliklarda, daraxtda, bir yillik o'simliklarda sellyulozani sintezi, biosintezi nimaga asoslangan? Birinchi navbatda havodagi karbonat angidrid va suv ishtirokida glyukoza sintez bo'ladi. Glyukoza sintezi jarayonida 6 molekula kislorod chiqadi. Shuning uchun biz mana hozirgi kunda aktual bo'lib qoldi respublikada yashil zonalarni yaratish. Bu degani havoga yetarli miqdorda kislorod ishlatadi. Demak, hamma o'simliklar o'sish jarayonida havodan karbonat angidridni yutadi va katta hajmda kislorod ajratadi. Shu bilan bir vaqtda tabiiy polimer sellyuloza sintez bo'ladi. Tasavvur qilishingiz uchun organizmda suyakka atrofida oqsil qanaqa ahamiyatga ega bo'lsa, o'simliklarda ham o'simliklarini negizini shakllantirishda sellyuloza shunaqa ahamiyatga ega. Bu yerda keltirilgan oxirgi yillarda yo'lga qo'yilgan davriy usulda sellyuloza ishlab chiqarish qozoni. Bunda yuqoridan lint zagruzka qilinaveradi, jarayon davom etib pastdan sellyuloza chiqib keturadi. Uzunliksiz usulda sellyuloza olinadigan qurilma. Bizada bu yo'q hali. Keyingisi. Mana bu yerda men boyagi tolani tuzilishi to'g'risida gapirdim, lekin shu tolani tarkibida shakllanadigan sellyuloza shu gap bo'yicha Ragovin bilan Hamdam Usmonovich o'rtasida juda uzoq yillar davomida spor ketgan. Hamdam Usmonovichning ta'kidlashicha, sellyuloza amorf kristal tuzilishga ega. Mana o'ng tomonda ko'rsatilgan sellyuloza
fibrillarida sariq bu kristallik uchastka, ikkita kristallik uchastkani o'rtasida amorf uchastka bor. Amorf uchastkani ahamiyati nimadan iborat? Selluloza gidrofil. Shuning uchun undan kiyim-kechak tayyorlanadi, namni o'ziga yutadi, oson chiqaradi, chunki amorf uchastkalari suvni o'ziga juda yaxshi tortadi. Kristallik uchastkalar tortmaydi. Shuning uchun selluloza makromolekulasida kristallik darajasi 63-65% tashkil etadi. Qolgan qismi amorf uchastka. Undan tashqari mana bitta mikrofibrillarning rasmi keltirilgan. Uzunligi 5 mikrongacha, qalinligi 3-15 nanometr. Bu nanofibrilla. Fibrilladan nanofibrillarni ajratib olish orqali nanoselluloza shakllantiriladi. Nanosellulozani shakllantirish uchun o'zi bosqichma-bosqich qaraydigan bo'lsak, birinchi selluloza. Sellulozani gidrolizlash natijasida mikrokristallik selluloza hosil bo'ladi. Bu hali nano o'lchamli emas. Mikrokristallik sellulozada kristallik darajasi 80% dan oshiq. Mikrokristallik sellulozani kimyoviy ishlov berish, ultratovush va yuqori chastotali nurlar ta'sirida parchalab nanoselluloza shakllantiriladi. Endi nanosellulozaning strukturasi o'ng tomonda keltirilgan bitta yacheykani qanaqa bog'lar orqali o'zaro bog'langanligi. Keyingisi. Mana endi nanosellulozani shakllantirish jarayoni laboratoriya sharoitida bosqichlari keltirilgan, yuvish, neytrallash, oxirida ultratovush va yuqori chastotali nurlar ta'sirida fibrillar nanosellulozagacha parchalanadi. Nanosellulozani o'lchamlari asosan uzunligi bo'yicha bir necha 100 nanometrgacha, qalinligi bo'yicha undan 10 baravargacha kam qalinlikni tashkil etadi. Nanoviskos deyiladi. Keyingisi. Endi shu yerda men bitta narsani yana gapirib o'tmoqchi edim. Bizning institutda selluloza va uni hosilalari kimyosi va texnologiyasi laboratoriyasida oxirgi yillarda olingan ilmiy natijalar, yaratilgan preparatlar to'g'risida juda qisqa to'xtab o'tishga harakat qilaman. Agar qiziqish bo'ladigan bo'lsa, birinchisi 2000-yillardan boshlab laboratoriyada polimer tarkibli virusga qarshi o'tkir respirator virusli kasalliklarni davolashga yo'naltirilgan preparat ustida tadqiqotlar boshlangan. Bu tadqiqotlar natijasida Gagasel preparatini olish texnologiyasi institutda yaratilgan, lekin yaratilgan texnologiya bo'yicha olingan preparatni amaliyotga joriy etish imkoniyati bo'lmagan. Sababi respublikamizda viruslar banki bo'lmagan. Uni virusga qarshi faolligini aniqlash usulini amalga oshirish imkoniyati bo'lmagan. Shu sababli bu preparat Rossiya olimlari bilan hamkorlikda qilinib 2008-yilda preparatni ishlab chiqarishga ruxsat berildi. Ishlab chiqarish va qo'llashga 2008-yildan shu bugunga qadar preparat katta hajmda ishlab chiqarilyapti. Farmatsevtik kompaniya orqali preparat bugun 8 ta davlatda ro'yxatga olingan, jumladan O'zbekistonda ham bor bu preparat.
Preparatni effekti yuqori bo'lgani uchun shuncha yil davomida ham hali ishlab chiqarish kamaytirilgani yo'q. Shu jarayonda shu preparatni analogini O'zbekistonda ishlab chiqarish bo'yicha ham tadqiqotlar olib borilgan. Natijada Celagripp preparati yaratildi. Bu preparatni virusga qarshi faolligi rossiyalik olimlar yordamida isbotlandi. Preparat o'zimizni farmakologiya qo'mitasi tomonidan ishlab chiqarish va qo'llashga ruxsat etildi. Nima asosida ishlab chiqarilgan bu ikkita preparat? Polimer taglik sifatida karboksimetil selluloza olingan, uni dialdegid formasi, ham tabiiy polifenol paxta yog'idan olinadigan gasipoldan foydalanadi. Shu yerda bitta narsani ta'kidlamoqchi edim. Gasipol suvda mutlaqo erimaydi. Eng asosiysi juda kuchli toksik preparat. Men esimdan chiqmaydi. Akademik Obid Sodiqovich chaqirib shu preparatni yaratish topshirig'ini berganda aytgan edi. Ilonni zahari zahar. Lekin kichik konsentratsiyada bu dori. Shuning uchun gasipol zahar bo'lgani bilan kichik konsentratsiyasida dori effekti bo'lishi kerak. Shu ishni qilasizlar deb topshirdi. Shu narsa isbotini topdi. Celagripp ham yaratildi, Kagacel ham yaratildi. Undan keyin shu substansiya asosida ko'zda uchraydigan virusli kasalliklarni davolashga yo'naltirilgan glazavir preparati yaratildi. Bu ham yuqori samarador ekanligi isbotini topdi. Undan keyingi yaratgan preparatlarimiz tushunarli bo'lishi uchun bitta narsani ta'kidlamoqchi edim. Jarrohlik amaliyoti o'tkazilganda jarrohning qo'li ichki a'zolarga tekkanda ichki a'zolarning sirtidagi serur qobiq buziladi. Natijada operatsiyadan keyin ichki a'zolar o'zi bilan yopishib qolib, peristaltika harakat cheklanadi. Qayta operatsiya qilishga to'g'ri keladi. Shuni davolash uchun preparatni birinchi bo'lib biz yaratdik. Bu maxsus karboksimetil sellulozani gidrogel. Operatsiyadan keyin yarim gram preparat ichki a'zolarga surilganda biron bir holat bo'lgani yo'qki, ichki a'zolarni yopishib qoldi. Bu preparat bugungi kunda klinik sinovlardan o'tyapti. Bu preparat bilan bir paytda shu gelni tarkibiga kumush zarrachalari kiritilgan Baxter gel gidrogeli kuygan yaralarni davolashda yuqori samara bergan. Bu ham hozir klinik sinovlardan o'tyapti. Shu gidrogel asosida olingan plyonkalar kuygan yaralarni davolashda yaxshi effekt berdi. Bu nanoderm preparati. Keyin pandemiya paytida hammanglar bilasizlar, hamma joyni dezinfeksiya qilish majburiy bo'ldi. Shu jarayonda biz polimer shaklli poliardez dezinfeksiya vositasini yaratdik. Tarkibida xlor yo'q, hidi yo'q, lekin yuqori samarali dezinfeksiya vositasi. Buni juda tezlik bilan hujjatlarni rasmiylashtirib ishlab chiqarishga ruxsat oldik. Bugungi kunda institutni tajriba bazasida yiliga 100 tonna poliardez ishlab chiqarish qurilmasi yaratildi. Endi undan keyingi bitta mahsulot juda qiziq. Hammalarga ma'lum, issiq sharoitda respublikamizda asosan ko'pchilik erkaklarda oyoq terlaydi. Yoqimsiz hid hosil bo'ladi. Bu oqibatda zamburug'lik kasallik o'tib ketadi. Shu kasallikni oldini olish uchun tarkibiga kumush nano zarrachalari kiritilgan paypoqlar yaratildi.
ularni barcha sinovlari muvaffaqiyatli o'tib ishlab chiqarishga ruxsat berildi. Kimni oyog'i terlasa kelsin, biza tekinga narxi beramiz, faqat sharti bir hafta 10 kundan keyin natijasini aytasizlar. Menga foydasi bo'lmadi yoki menga foydasi bo'ldi. Men buni uvereni aytayotganim, innovatsiya yarmarkasi davrida Turkiyani bitta korxonasi tomonidan bizga 400 juft paypoq berildi. Innovatsion yarmarka paytida tekinga tarqatdik, faqat boyagi shart. Foydasi bor, yo'q degan. Foydasi yo'q degan xulosa biron marta olingani yo'q. Shuning uchun bu ishlaydi. Lekin shu yerda yana bitta narsani iltimos qilmoqchi edim. Kimmi paypoq ishlab chiqaradigan korxonalar bilan aloqasi bo'ladigan bo'lsa, shu ishlanmani biza ularga qo'yib berishga rozi. Endi bizani laboratoriyada yaratilgan ishlanmalarni hammasini asosi taglik karboksimetil selluloza. Lekin karboksimetil sellulozani yuqori tozalikdagi oziq-ovqat sanoati, farmatsevtika sanoatida ishlatiladigan markalari bugun mavjud emas. Dunyoda shunaqa karboksimetil sellulozani Fransiyada Blanoza kompaniyasi ishlab chiqaradi, juda qimmat. Shu texnologiya yaratildi. Texnika fanlari doktori Yo'ldoshev tomonidan texnologiya yaratildi. Bitta xususiy korxona, juda katta hajmda mahsulotlar ishlab chiqaradigan korxona tarkibida maxsus sex qurildi. Toza kamsi ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Ming afsuski, iste'molchi yo'q. Haligacha hamma iste'molchi tashkilotlar chet eldan, Xitoydan, Fransiyadan olib keladi. Biza tamo'jnada nazorat o'tkazdik, bir yilda 24 ta kompaniya chetdan kamsi olib kelgan. Tushunarli bo'lishi, kamsini juda ko'p miqdori morojniy ishlab chiqarishda ishladi. Sokla ishlab chiqarishda, buyuqlantirilgan sokla ishlab chiqarishda. Farmatsevtikada tabletkalarni chaqiradi. Yana bitta qiziq yo'nalish jarrohlik amaliyotida hammanglarning xabaringlar bor, respublikada bu yo'lga qo'yildi. Jigarni rezeksiyasi, jigarni kesib davolash. Bilasizlar, jigarni ip bilan tikib bo'lmaydi. Lekin kesilganda jigardan juda ko'p miqdorda qon ketadi. Birdan bir yo'li kesilgan joyga plyonka yoki parashut bilan ta'sir etib qonni to'xtatish kerak. Shunga qaratilgan Geprosel degan preparat yaratildi, ham plyonka shakli, ham kukun shakli. Eng achinarli holat, bugungi kunda men sanab o'tgan preparatlarni deyarli hammasi original preparatlar, yangi preparat. Yangi preparatlarni amaliyotga joriy etish nisbatan murakkab. Buni sababini aytaman. Bugungi kunda respublikamizga 2,5 ming nomdagi generik chetdan keladigan substansiya asosida olinadigan dorilar ishlab chiqariladi. 2,5 ming naminavan. Shuni 1,5-2% original dori. O'tkazish juda. Kuni kecha farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligida majlis bo'ldi. Shu majlisda aytildi ochiqdan ochiq, original preparatlar bilan ishlamaydi. O'tkaza olmaysiz. Generik preparatlar, chetdan kelayotgan preparatlarni patentini muddati tugagan bo'lsa, shularni texnologiyasini o'zlashtirsa, bu naukasi yo'q ish. Dunyoda original preparatlarni olaman degan korxonalar talashadi. Bizada original preparatlarni ishlab chiqaraman degan
200 dan ortiq farmatsevtik korxonani birontasi bu ishni qilmaydi. Sababi tushunarli. Yaratilgan preparat aptekaga chiqadi. Apteka to'la korobka dorilar ichiga qo'yib qo'yiladi. Uni na doktor biladi, na kasal biladi. Bilish uchun nima qilish kerak? Reklama qilish kerak. Buni isboti 2008-yilda kagacha ishlab chiqarib boshlangan bo'lsa, shu bugunga qadar markaziy televideniyada har kuni reklama bor. Shu reklama orqali realizatsiya bo'ladi. Lekin reklama juda qimmat. Chiqaruvchi korxonalar uni har kuni reklama qilishga rozilik bermaydi. Demak, sotiladi. Endi ikki og'iz bugungi mavzu bo'yicha men gapirmoqchi edim. Bu mavzu bo'yicha alohida seminar o'tkazamiz, lekin bugungi kunda patentlash to'g'risida qisqa ma'lumot berib o'tmoqchi edim. Menimcha bu hammaga juda kerak bo'lgan mavzu. Nimadan boshlash kerak? Birinchi, qaysi yo'nalishda patent yozish to'g'ri bo'ladi? Birinchisi, biron bir preparatni olish usuli. Bu 70% patentlar shu yo'nalishda. Olish usuli. Olish usulini yengilligini isbotlab berishingiz kerak. Buning uchun bitta preparat oldinglar, olish usulini yaratdingiz. Shu olish usuliga taalluqli shunga yaqin bo'lgan mavjud patentlarni hammasini analiz qilib chiqishingiz kerak. Shu olgan preparatinglarga yaqin bo'lgan preparatlar. Bularni analog deyiladi. Patentlarni analogi bilan tanishib chiqishingiz kerak. Nima yangiligi bor, nima kamchiligi bor. Buni yordinglar. Endi shu patentlarning ichida prototip tanlashingiz kerak. Eng yaqin. Yaqinini xarakterlab yozishingiz kerak. Mana bunaqa usulda mana bunaqa olinadi, lekin buni mana bunaqa kamchiligi bor. Ana shundan keyin yozadilar. Biza tomonidan yaratilgan mana bu narsani olish mana bundoq qilinadi. Undan farqi. Ana u preparat 250 gradusda olinsa, men buni 60 gradusda ololman. 4 soat davomida olinadigan bo'lsa, men 15 minutda ololman. Natijada hosil bo'lgan preparatni xossalari unga taqqoslaysiz. Undan farq qilayotgani yo'q, lekin undan yuqori ko'rsatkichlarga ega. Bu olish usuliga yoziladigan patent. Ikkinchi patent. Yangi yaratilgan mahsulotga patent olish mumkin. Uning uchun xarakterlashingiz kerak. Nima yengilligi bor olgan preparatingiz? Shunga o'xshagan preparatlar bor, uni ham yozasizlar, kamchiligini yozasizlar. Ulardan farqli mana bunaqa strukturali, mana bunaqa xossali mahsulot oldim. Demak, bu preparatga patent. Uchinchi patent sizlar uchun qizig'i texnologiyaga patent oldi. Qurilmaga patent oldi. Ma'lum usulda mana bunaqa murakkab оборудование mana bunaqa bosqichlarda qilinadi. Lekin men shu jarayonni hammasini bittaga yig'ib, mana bunaqa qurilma yasadim deb patent oldim. Misol, velosipedga patent olindi. Yog'och g'ildirayli velosiped bo'lgan, shuni temir g'ildirayli velosiped qildim deb patent oldim. Bu ikkisi bor. Shunga o'xshagan texnologiyaga mana shu 3 tadan foydalanishingiz mumkin. Boshqa usullar bor. Seleksiya uchun, yangi nav uchun bu sizlardan uzoqroq. Demak, patent olishda sizlar olish usuli, yangi preparat, yangi texnologiya. Bu patent. Endi oxirgi 3-4 yil ichida qo'pol qilib aytganda moda bo'ldi. Foydali modelga patent oldi. Foydali modelga patent olish nisbatan oson. Osonligi nimadan iborat? Patent
uchun ariza bersanglar, bergan arizanglar 18 oy patent ведомствоda yotadi. Hech kim unga tegmaydi. Ochmaydi ham, o'qimaydi. Chunki butun dunyoda shu qabul qilingan. 18 oy davomida yana konkurensiya chiqadi, chiqmaydisini aniqlashdi. 18 oydan keyin ko'rib chiqish boshlanadi. Yoziladi, mana bu kamchiligi, mana bu to'g'rilar, perepista boshlanadi deb. O'rta miqdorda eng tez patent olsanglar 3 yildan keyin oladi. Yo'qmasa 5 yildan. Bu sizlar uchun выгодный emas. Endi foydali modelga patent olsanglar, bu ham patent. Lekin buni jadallashtirish usullari. Boyagi patentga ham jadallashtirish usuli bor. Jadallashtirish usuli 18 oy o'tgandan keyin xat yozasizlar. Mani patentimni tezlagan usulda o'tkazib beringlar deb. Buning uchun katta pul to'lanadi. Bunda asosan bu imkoniyatdan kompaniyalar, korxonalar foydalanadi. Tez himoyalanadi. Endi foydali modelda bitta narsaga ahamiyat berishingiz kerak. Yaratilgan mahsulotlarni tashqi ko'rinishi o'lchamlari. Masalan, polietilen plyonka. Sizlar yaratdinglar. O'rtasida polietilen, tepasida polipropilen, tagida polivinil qiladi. 3 ta qavatdan iborat plyonka. 3 sloyli plyonka. Shuni полезный model olish oson. Birinchi qavatini qalinligi buncha, ikkinchi qavat qalinligi buncha, uchinchi qavat qalinligi buncha. Shu 3 ta qavat hosil bo'linganda uni mexanik xossalari mamchaga oshadi, cho'ziluvchanligi buncha bo'ladi. Desanglar, bir pasda полезный modelga patent olasizlar. Men bitta misol keltiryapman. Bu endi har bitta olingan preparatlar bo'yicha ko'rinishini to'g'ri yoza olsanglar, bu yerda boydaqa 1,5 yil degan narsa tez olish imkoniyati bor. Ariza berdinglar, qabul qilindi, sirasi xat yozishinglar mumkin. Ko'ringda hozir aytaman 3.6 millionni shunaqa pul to'lanadi. Bir pasda ko'rib, nima deb aytishinglar. Endi patent o'zi nima uchun kerak? Patent oldinglar. Sizlarga nima manfaat beradi olgan patentingiz? Birinchi, olgan patentinglar patent polkada yotaversa, uni bir tiyin. Sababi, har yili shu patent uchun patentning poshtalini to'laysiz. Patent ведомство patentinglarni saqlagani uchun pul to'laysiz. Ishlatilmasa 10 yil, 20 yil yotaveradi. Har yili pul to'laysiz. Bu sizlarga kerak. Yaratgan patentinglarni sotishinglar kerak. Sotishning ikkita yo'li bor. Birinchisi xalqaro patent. Xalqaro darajada shu olgan patentinglarga manfaatdor tashkilot topsanglar, o'ta valyutada xarajat bo'ladi. Men innovatsiya pulni to'lab beradi. Xalqaro patent olasizlar, undan sira foydasini olasizlar. Qanaqa olasizlar? Chet elga sotasizlarmi? O'zimizdagi korxonalarga patent sotasizlar. Sotdinglar. Shu korxona shu patent asosida mahsulot ishlab chiqarib boshladi. Boshlagan kundan boshlab litsenzion kelishuv shakllantiriladi. 1 yilda 1 milliard so'mlik mahsulot realizatsiya qilsa, sizlarni patentinglar bo'yicha o'sha korxona 1 milliard bo'lsa, sizlarga 1 million kelishuvlarga qarab 1 million, 2 million har yili 20 yil davomida pulini to'laydi sizlar. 20 yil. Xudo ko'rsatmasin, patent avtori olamdan o'tdi. Bola chaqasiga pul to'laydi. 20 yil hech narsa ish qilmasdan o'sha patentinglardan pul olish imkoniyati bor. Shuning uchun patent yozayotganda birinchi talab kimga kerak? Kimga sotsam bo'ladini o'ylaydi. Ko'pincha himoya uchun menga patent kerak deb patent qilinadi, patent yotaveradi. Esinglarda bormi, yo'qmi, institutda hali
временный patentdan основной patentga o'tganda patent ведомствоdan xat kelgan. Kerakli patentlarni qoldiringlar. Внедрение bo'ladigan patentlarni qoldirib qolganini spiskadan chiqarib tashlanglar. Shunda bir 50-60% patent chiqarib tashlagan, chunki har yili pul to'lanadi, lekin tegi ko'rinmaydi. Bundan birov foydalanadi. Buning uchun patent qilmoqchimizlar, полезный modelmi, patentmi, kimga kerak? Kerak tashkilotni keyin topasizlar, lekin bilasizlar oldindan. Degan patentinglar birovga kerak bo'ladimi, bo'lmaydi. Qildinglar, topilmadi. 2 yil, 3 yil pul to'ladinglar. Lekin pulni to'lamasanglar, o'zi avtomatik chiqib ketadi. Hozir bugungi kunda institutda olingan patentlarni hammasiga patentning po'stlarini institut har yili to'laydi. Ko'pchilik patentni avtorlari bundan xabari ham yo'q. Chiqarib tashlasa janjal qiladi, nega mani patentimni yo'q qo'ydi? Yon-yo'g'im pul to'lamaydi. Ha? Men hozir uni aniq ayta olmayman, kattagina pul. Shuning uchun men patent bo'yicha alohida ma'ruza tayyorlayman. Chunki patent ведомствоsi bilan ancha payt birga ishladim, komissiyasida bo'ldim. Nimadan boshlab, qanaqa shaklda, qanaqa qilib yozish to'g'risida men alohida seminar berdim. Asosan shu, nima savolinglar bo'lsa, marhamat. Marhamat. Mana mantiqqa shuni tushunmayman, lekin bu butun dunyodagi anaqalar qabul qilgan qaror. Bitta bizda emas. Chet elda ham 18 oy yotadi. Lekin 18 oy o'tgandan keyin patent sirasi oladi. Bizda 18 oy o'tgandan keyin peripiska boshlanadi. Uning sababini men buni aniq qilib ayta olmayman. Bitta narsa menga aytishganini aytaman. Patentni ведомствоda patentni поверенный degan odamlar bor, patentaviyatlar. Har bittasini plani bor. 1 yil davomida 5 ta patent ko'rish kerak. Boshqa qo'shimcha patent olmaslik uchun 5 ta patentni oladi-da, shu patentlarga peripiska qilaveradi. 5 ta patent turibdimi, boshqa patent. Bo'ldi, bu. Ha? Qanaqa? Ko'ryapman deydi, o'qiyapman deydi, kamchiligini yozyapman deydi. Shuning uchun ko'pchilik hollarda частный patentni ведомствоlar bizda ham bor deyishni men bilmayman. Rossiyada bor. Частный patentni ведомство. Частныйga borib nomini aytasan, o'zi patent yozadi. Patentni ведомствоga topshiradi. Savol javobini qiladi, sendan so'raydi. De patentni olib senga olib beradi. Shu savolni men qanaqada bo'lganimda aytdim, частный qilish kerak. Bizda patentni поверенныйlarni soni kam. Shuni частный qilishga xohlaydiganlar yo'q. Zo'r mutaxassislar yo'q deydi. Sendan sotib olmasdan o'zi qilib ketaveradi. Yo'q sotib. Agar bo'lgan ko'rsatgan ma'lumotlar, masalan, afg'onistonda ko'chish kerak. Yo'q.
O'tmaydi. Ular senga to'lamaydi. To'lamaydi. Chunki sen D'ni bekitgansan. Lekin patentni shakllantirayotganda avtorda har doim imkoniyat bo'ladi. Yo vaqti, yo temperaturasini yozayotganda hammasini aniq qilib yozmasdan umumlashtiradigan joylarini yozib o'tkazib ketsa qaytarib qila olmaydi. Hozir sen любой patentni olgin, hammasi yozilgan. Temperatura, vaqti, tarkibi boshqasi. Lekin qo'shing chiqmaydi. Chunki sirri bor. Avtorni ko'rsatmagan joylari bo'ladi. Birinchi kamchiligilar biorazlagani bilan oksirazlaganiga bitta patent olish noto'g'ri. Chunki tarkib boshqa. Bunga отдельный, bunga отдельный. Chunki chet elda shunaqa. Bitta mahsulotga o'nlab patent. Masalan, Kagatsel bo'yicha menda 9 ta patent bor. Hammasi bitta preparat. 9 ta patent olingan. Men o'zi pul olmayman. Litsenzion qilinganda 9 ta patentdan 2 tasi yo 3 tasi yoziladi bo'ldi. Qolgani u anu avtorlarni manfaati. Marhamat. Yo'q, farqi yo'q. Patentni tarjimasi ixtiro. Полезный model, bu foydali model, bu alohida. Patent ixtiro bitta narsa. Bo'ladi. Bo'ladi. Yana, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Domla yaxshimisiz? Rahmat, Nurali aka. Birinchidan mazmunli ma'lumotlar uchun katta rahmat. Ikkinchidan juda yaxshi mavzuni ko'tardingiz patent masalasida. Endi tajribadan shunaqa holatga tushganman-da men. Ekspert, patent eksperti millilitr bilan gramni, milligramni farqiga bormay xulosa berganda bizga. Mana shunaqa narsalar ham uchraydi-da o'zimizda. Rossiyani patentini juda ham tez oldik-da biz. O'zbekistondan yo'q. Asossiz qaytarish, asossiz avora qilishlar boya aytganingizdek juda ko'p bo'lyapti-da. Mana shu masalani menimcha ko'tarishda. Gapingiz juda to'g'ri. Bizada Rossiyadan boshqa davlatlardan farqli patentga ariza topshirishdan patent olguncha bo'lgan muddat juda katta. Eng tez olinganda 3 yil, yo'masa 5 yilgacha cho'zilib ketyapti. Bu narsa juda ko'p ko'tarildi. Lekin shu yerda bitta narsa, agar patentni поверенный sizga asossiz, noto'g'ri xat bilan murojaat qiladigan bo'lsa, sizda bitta imkoniyat bor. Patentniy vedomstvoga ariza topshirasiz. De 2-3 ta ekspert ishtirokida, o'zingizni ishtirokingizda ko'rib chiqiladi-da, yo положительный, yo отрицательный. Bu usul amalda bor. Yaxshi. Marhamat. Katta rahmat domla.
Так. Sizlar patent bo'yichami? Yo'q. Sizlar darrov anaqa berasizlar. Bu juda katta shtraf bo'ladi. Men bitta narsani aytaman, bizning sohadan sal uzoqroq. 24 Volgani ishlab chiqarish jarayonida orqadagi stop farasini shakli, anaqa o'lchami hammasi Yaponiyani bitta mashinasiga to'g'ri kelib qolgan. Bizda mashina 3 yil, 4 yil ishlab chiqarilgan. Keyin Yaponiya pretenziya bergan. Juda katta miqdorda tarafim to'ladi. Ular dokazat qilgan. Bizaniki bilan bir xil. Bizda patent bor. Shuning uchun ularni patent bo'yicha birga bir foydalangan bo'lsa, sizlar patent olgandan keyin foydalangan bo'lsa, sizlar beringlar, tarafim to'laydi. Kim? Men bilmayman, Xitoyda patentlash prinsipi qanaqa? O'simlik moddalar kimyosi institutida bitta xitoylik bu yerga kelib himoya qildi. Himoyasiga men bordim. Bir yilda 10 ta patent oldi. Xitoyda. Bir yilda ariza berib, patent olguncha bir yilda 10 ta patent oldi. Qanaqa qilib olish mumkin? Qanaqa qilib olgansan deb so'rashi yo'q, foydasi yo'q. No? Marhamat. Hop. Olingan kundan boshlab 20 yil. Olingan kundan boyiga 3 yil chiqarib tashladi. Chunki anaqaga reyestrga kiritildi deb data qo'yiladi patentda. O'shadan boshlab hisoblanadi. Farq qiladi. Masalan, даже mana anaqada hisobotda qabul qilinayotganda ikkita полезный model bitta patentga tenglashtiradi. Shundan xulosa qilish mumkin. Chunki bu degani sizlarni xabaringlar yo'q, dastlab bizda patent bo'lgan. Временный patent bo'lgan. Временный patentni bir yilda olish mumkin bo'lgan. Bitta patent yozmasdan временный patent hamma yozavergan. Mana shu yig'ilib ketgan. Keyin временный patent atmen bo'ldi. Qaror chiqdi. Shunda boyagi asrlarni himoya qilish uchun временный patentinglarni основной patentga o'tkazish imkoniyatinglar bor degan sharoit berdi. Lekin o'zi aslida полезный modelli patentga nisbatan urovini bir pog'ona past. Xo'p. Полезный modelda ham bu qismi bir xil. Litsenziyani shartnoma qilasan полезный modelga, litsenziyani shartnoma qilasan patentga. Endi полезный modelga chet elga полезный model sota olmaysan. Ularda bu anaqa yo'q. Faqat patent. Ochiq bo'ladi. Ma'mildor bo'ladi. Masalan, aspirin patent olingan. Bu yil shu patenti muddati tugadi. Shunga patent olgan tashkilotda ruxsatsiz sen aspirinni ishlab chiqarishga haqlisan.
Patent действующий paytda sen patentni владелициdan ruxsat olishing kerak. U bilan litsenziyani shartnoma qilishing kerak. Bu maylis man boya qisqa gapirib o'tdim. Farmatsevtikani tarmog'ini rivojlantirish agentligi birinchi bor, bu mani fikrim noto'g'ri. Endi original preparatlar bo'yicha ishlamaylar. Faqat generiklar, chetdan kelayotgan, patent muddati tugagan preparatlar bo'yicha ishlanglar. Farmatsevtik korxonalar bilan. Erta nauka yo'q. Bitta komponentini mesniga almashtirding, boshqatdan dokument qilding, ketaveradi. Original preparat degani dunyoda buni analogi yo'q. Birinchi marta olingan degani. Hamma narsa bor emas, shuning ichida yo'llarini topib qilinadi original. Original degani yangi degani. Umuman ma'lum emas, chetda ham boshqa joyda ham. Ro'yxatga olinmaydi. Endi preparatni himoya qilding, patent olding. Shu bilan bir vaqtda o'zida sen yana bitta hujjat olishing kerak. Nazvaniyasini, preparatingni nazvaniyasini himoya qilishing kerak. Shunda nazvaniyani himoya qilsang, o'ng burchagida kichkina R qurib qo'yiladi. Bu degani shu nomdan boshqa odam foydalanishga haqqi yo'q degani. Patent emas, preparatingni markirovkasi. Ahamiyat berib qarasang, bir 10 tadan bittasida bo'ladi R. O'sha R bo'lsa, bu nom himoyalang. Boshqalar foydalanadi. Yana, marhamat. Yo'q, mana bundoq. Bitta preparatga patent olindi, 20 yil ishlab chiqarildi. Preparat ishlayapti, потребность bor. Ishlab chiqarilaveradi. Lekin patentni avtori hech narsa olmaydi. Ochiq dostуп bo'ladi. Hamma uchun. Hamma ishlab chiqaraveradi. Ha? Yo'q, patent cho'zib bo'lmaydi. Yangi patent. Farq. Marhamat Noiraxon.
man shu to'g'risida o'zimni shaxsiy fikrimni aytaman. Bir necha yil oldin 6 million tonna paxta degan gap bo'lgan, lekin 6 million qog'ozda bo'lgan. Buni hammamiz bilamiz. No fakt 4,5 million tonnagacha paxta yetishtirganmiz. Yetishtirilgan paxtani asosiy qismini eksport qilganmiz. Juda katta miqdorda Rossiyaga, o'sha Ivanovdagi korxonalarning hammasi O'zbekiston paxtasida ishlagan. Lekin oxirgi yillarda paxtani o'rniga donli ekinlar, boshqa ekinlar ekish hisobiga hozir realniysi 3 million tonnagacha tushdi. 3 million tonnadan ham kamaydi. Demak, eksport qilish kamaydi birinchi tomondan. Ikkinchi tomondan yetishtirilgan paxtani hammanglarning xabaringlar bor. Xabaringlar bo'lmasa men tushuntirishga harakat qilaman. Mahsulotni ekishdan boshlab tayyor mahsulot darajasiga olib kelib sotish masalasi qo'yildi. Bunda klasterlarni tarkibiga kirgan paxtani yetishtiradigan fermerlar yetishtirib beryapti, ularning tajribasi bor. Lekin shu paxtani qayta ishlab, o'sha Soyuz paytida ham ip shakliga keltirib ham sotganmiz. Endi hozir aytilyaptiki, ip ham qil, mato ham qil, matodan kiyim ham tik. Tikkan kiyimingni sot deyapti. Erta konkurensiya juda kuchli chetda. Turkiya masalan eng yaqini. O'zimizni paxtadan ishlab chiqargan o'zimizni korxonalardagi mahsulotni qo'yib qo'ysa, yoniga Turkiyanikini qo'ysa, odamlar 90% Turkiyanikini oladi. Shuning uchun qanchalik to'g'ri bilmayman, klaster ishlamayapti. Sababi fermer paxtani yetishtirib beryapti, klaster yog'ini eplamagani uchun fermer pulini ola olmayapti. Shuning uchun oxiri qanaqa formaga kelamiz? Menimcha hali beri aniq bo'lmasa kerak. Endi yengiga hali men eshitganim yo'q. Masalan, men bu narsadan qog'oz olish mumkin degan bitta narsani aytaman. Esinglarda bo'lsa, tosh qog'oz degan narsa chiqdi. Bu jurnalistlarning sensatsiyasi. Vodiyda, bitta korxonada oldi, televizorga olib chiqdi, mana qog'oz suvga solsa ham bo'lmaydi, unaqa ham bo'lmaydi, buni. Qani? Agar haqiqatda shu bo'ladigan bo'lsa, bu kengayib ketgan bo'ladi. Ham iqtisodiy, ham xomashyo, o'sha faktorlar ko'p-ku. Hammasiga javob beradigan yangi xomashyo asosidan yangi mahsulot bu oson emas o'ylayman. Bitta yana misol keltiraman. Qoraqalpog'istonda juda ko'p katta territoriyada qamish o'sadi, bilasizlar. Qamish asosida selluloza oladigan zavod qurildi deb reklama bo'ldi. Shu bilan tinchib ketdi. Tinchib ketgan sababini aytaman. Biz o'sha NXTCda ishlaganimizda bitta problema bor. Bug'doyni qoyasida ham, qamishda ham tugunlar bor, bilasizlar. O'sha tugunlarni mustahkamlik darajasi juda yuqorida, kimyoviy qayta ishlashda selluloza o'shadan chiqmaydi. O'sha bilan ifloslanadi. Shuning uchun somondan selluloza olinsa, kartonga ketadi. Yozuv qog'oziga ketadi. Qamishda ham xuddi shunaqa selluloza xomashyo bor, oldik dedi, lekin nimaga ishlatdik? Yana kartongami? Yozuv qog'oz chiqqani yo'q. Endi yana bitta misol keltiraman. Sirdaryoning Shirin shahrida 3 ta tadbirkor o'zini pulini hisobiga Xitoylar bilan kontrakt tuzib, yiliga 20 ming tonna qog'oz chiqaradigan korxonani shakllantiradigan bo'lgan. Bular ish boshlagan, Xitoy оборудованияni yuvargan, bir qismi qurilishini boshlagan, beton quygan, puli tamom bo'lgan. Endi davlatdan kredit olish kerak. Iqtisodiyot vazirligiga borishgan. Iqtisodiyot vazirligi aytgan, pul beramiz.
Lekin kimdir sizlarga kafil bo'lsin. Kim kafil bo'ladi desa, bizani institut ko'rsatgan. Bizani institutda, biza shu yerda sharaflarni anaqaliklari institut emas, respublikadagi shu tillozaga taalluqli olimlarni hammasini yig'ib 2-3 marta majlis o'tkazdi. Beramizmi, bermaymizmi? Birinchi ekspertiza menga tushdi, 60 ta savol yozdim. Javob bo'lmadi. Ikkinchi marta, uchinchi martaga kelganda 4 ta savol qoldirdi. Birinchisi, xomashoni kim yetkazib beradi? Bular yozgan. Hokimiyatlar. Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, oxirigacha. Biz savol qo'ydik. Shu hokimiyatlar kafolat xatini yozib bersin, men yetkazib beraman. Chunki yetkazib bera olmaydi. Sababi Samarqanddan somonni tashib keladimi? Yo'l kirasi nima bo'ladi? Ikkinchi savol. 40% dan oshiq 60% отход chiqadi. Musor. Nima qilasizlar? Sirdaryo Gres yoqadi. Briket qilib. Yozib bersin, men shuncha tonnani yoqaman. Bu ham bermadi. Uchinchisi, Xitoy. Sizlarni xomashyoylarni olib borib, qog'oz qilib olib kelsin, biza tekshiraylik, qog'ozni sifati javob bersa, mana shu 3 ta savolga javob beringlar. Javob bo'lmadi. Oxiri Iqtisodiyot vazirligiga bizadan vakil chaqirishdi. Opamani yubordilar. Bordim. Ular o'zinikini maqtadi. Keyin kim anaqa bo'ldi? Tursin dedi. Men turdim, mana 3 ta savol qo'ydik. Javob bo'lmadi. Shuning uchun biza kafolat bo'la olmaymiz dedim. Keyin oradan 2 kun o'tgandan keyin meni Iqtisodiyot vazirligiga chaqirishdi. Bordim. Siz shunaqa dedingizmi? Ha, dedim. Endi siz bir necha vagon bizani xomashyoni ortib, Xitoyga borib qog'oz chiqarib kelasiz. Men kimman dedim. Men analiz qildim dedim. Shuni zavodni quraman deganlar borib chiqarib kelsin. To'lib chiqib ketdim. Shu bilan shu korxona bo'ldi, tamom bo'ldi. Shuncha xarajati osmonga tushdi. Shuning uchun yangi narsada muammo ko'pda. Arzimagan narsa bizada sistema shunaqaki, mana shu narsani chiqaradigan bo'lsa, men tayyorman, mana shuni chiqaraman, xomashyo bor, bu bor deyman. Aytadi. Goskомприродani заключениясini olib kel, пожарныйni заключениясini olib kel, ekologiyani razresheniyasini olib kel. Bunaqada men qachon buni ishlab chiqaraman? Xitoyda bu sistema yo'q. Bugun kerakmi? Bir kundan keyin ishlab chiqaradi. Qanaqa hujjatlarni rasmiylashtiradi, men uni bilmayman. Bitta misol, Xitoyda bitta trassa, katta ko'chasida stankostроительный zavodlarning soni 100 ta. Bizadan borishdi, ko'rib kelishdi. Stanok ishlab chiqaradigan zavodlarning soni 100 ta. Bizada butun respublikada faqat NGMkda bitta zavod stanok ishlab chiqaradi. Konkurensiya. Shundagina rivojlanish bo'ladi. Original dorini biz yaratdik. Eshitayda poylab turish kerak farm zavodlar. Menga ber, men bilan litsenziyamni qil. Biz borib yalinsak ham kerak emas menga. Men uni qilsam oladimi, olmaydimi deydi. To'g'ri, uni ham gap. Sotiladimi, sotilmaydi. Chetda unaqa emas. Men boyaga aytgan misol bekorga aytganim yo'q.
24 bo'lgani farasi birpasda aniqlamagan. Shu 4 yildan keyin aniqlaganda 1 yillik shtraf emas, 4 yillik shtraf bo'yniga qo'yadi. Международный sud orqali. Men bitta misol aytaman. Shu tadbirkor meni oldimga organ sertifikatsiyada kelgan. Bu odam plastmassadan plomba qilgan. Unda kirgizadida tortsang yopiladi, qaytib chiqmaydi, kesishing kerak. Plombani qilgan, patent qilgan. Patent qilganda shu plombadan ishlab chiqarib foydalanadigan tashkilotdan avtorlarni qo'shgan. O'zi ham avtor, ular ham avtor. Ular ishlab chiqarib sotib boshlagan. Ozgina vaqt o'tgandan keyin birinchi patent ideyani avtorini chiqarib tashlashgan. Sudga berdi, yutib chiqdi. Bormi yana savollar? Yo'qmi? Hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar. Yo'q, mani yana bitta seminar. Speak too loud. No. Speak up. You ask them to solve them. Now what?